Assalomu alaykum aziz do'stlar. Efirda oddiy fikr ko'rsatuvi. Men Abdulla Qodiriy nomidagi ta'mirlanayotgan bog' hududidaman. Mana bu orqa tarafimda observatoriya joylashgan, bolalar sog'inib keladigan. Mana bog'ning bugungi ahvoli va ko'rinishi. Albatta ta'mirlanyapti deymiz, lekin qancha ta'mirlash mumkin? Bu yerda hatto qo'rqib ketasan odam. Tarkovskiyning vahimali filmlari, koinotda kimsasiz hududlar xuddi mana shu yerda aks etadi. Endi bir amallab mana bu yoqqa tushaman, ish qilib eson-omon it-pit yovvoyi talamasa mana shu yerda o'tib ketsa bo'ladimi? Yo'qmi? Yo'q, bu yoqda yo'l yo'qligini aytishdi. Orqaga qaytishga majburman. Sekin asta topib boraman. Bir tomonda qurilish ishlari ketmoqda, bir tomonda esa mana o'zingiz ko'rganingizdek kundan kunga vayron bo'lib borayotgan bog'lar. Endi albatta tabiat qarovsiz qolgandan keyin har qanaqasiga o'sadi. U tartibga solishning uni iloji yo'q. Hamma yo'q, qarovsiz bo'lib ketadi. Bu nimani oldi ham, observatoriyaning oldi ham endi dahshat o'tlar bosib yotibdi. Bunaqasini hech ko'rmaganman, faqat Tarkovskiy filmlarida. Hozir men lentani agar almashtirib qo'ysam, xuddi Tarkovskiyning filmlari bo'ladi. Bu o'tib bo'lmadi bu yoqdan. Bu yoqdan o'tib bo'lmadi. Qalaysiz? Ishlaringiz, Salomat. O'tsa bo'ladi dedi-ku. Yo'q, men ancha adashdim. Siz ham nimaga tadbirga kelyapsizmi? Men ham tadbirga kelyaptim. Hozir bulardan so'raymiz. Assalomu alaykum. Normal. Shu yerdan Abdulla Qodiriy bog'iga o'tib ketsa bo'ladimi? Qanday qilib o'tamiz? Yo'l yo'q ekan, men o'sha yoqqa borib qaytdim. Qanday boramiz bu yoqqa? Yo'q, o'sha yerda tadbir bo'ladi-da, Qodiriy haykalini oldilar. Ismamda pastkimda tushasizda mana bitta darvozaligim, sentralniy xudligi bor. U bekitib qo'yibdi bozor qilib. Yo'q, o'shani yonidan shunda darvozaga borib taqilasiz, qo'rovul ochadi. Mana shu yerda. Rahmat. Ustoz qandaysiz? O'zingiz qandaysiz? Rahmat. Baholi qudrat. Rahmat. Baholi qudrat. Odamlarga oddiy fikr degan ko'rsatuv tayyorlayotgandim. O'zbekiston televideniyasining ikkita yulduzi nega yo'qolib qoldi degan savolga mana shu javob bo'ladi. Abdulla Qodiriy nomidagi bog'ga kelib, bir necha 10 yillardan beri bitmayotgan, ta'mirlanmayotgan bog' vayrona holiga kelganda ichiga kirgani dahshat, qo'rqib ketasiz. Mana ikkalamiz yo'l topib, bir amallab chiqib kelyapmiz. Qanaqa kirsak bo'ladi deb. Odamlardan so'ra. Assalomu alaykum. Hozir mashinada tushasizlar, to'g'ri tushganingizda o'ng qo'lingizni darvozaga Yashang. Rahmat. Yashang. Rahmat. Yashanglar, rahmat. Ke orqagami? Ana avtobuslar orqaga. Ana. Eng mashhur joyidir. San'atkorlar, adabiyotshunoslar, olimlar to'planib mana shu bog'da uchrashuvlar, suhbatlar, bir piyola choy ustida o'tirishardi. Bu yer endi juda bir gavjum, juda ham Toshkentning yuragi, o'pkasi. Bu bog' saqlab qolinishi kerak. Nega deganda bu atrofda istirohat bog'i yo'q. Umuman yashil maskanda o'zi yo'q. Yashil maskanda o'zi yo'q. Endi agar hamma joy bino qilinsa, bu ko'ryapsizki, Toshkentda havosi dunyoda ba'zi holatlarda eng iflos havo deb tan olinyapti. Bu juda xatarli narsa. Bino ko'p qurilsa-yu, unda yashayotgan odamlarning salomatligiga zarar yetkazsa, unda yashashdan maqsad ne degan savol paydo bo'ladi. To'g'ri. Shuning uchun bunaqa joylarni faqat va faqat obod qilish kerak. Faqat va faqat ko'proq daraxtlar ekib, qarovsiz qoldirmaslik kerak. Chunki istirohat bog'lari doimo qarovga muhtoj.
Ular o'zlari ta'minlay olmaydi. Mana shu yerda edimikin darvozani. Yo'q, bu yerdan chiqolmadim men. Ha? Men 7 oydan bordim. O naryoqdan chalindi. Mana Darvoza bor dedi-ku, taqillatsangiz ochadi dedi. biz bu tomondan kelib qo'yibmiz-da, u tomondan kelish kerak ekan. Eski darvozalar bo'lardi bu yerda. Chiroyli joylar bo'lardi, o'tadigan joylar bo'lardi. O'shani tasavvur qilib, Chorsi metrosidan chiqib, yurib keldik-ku, adashdik. Ana. Mana shu yer bo'lsa kerak Chamanda. Abdulla madaniyat bog'i ta'mirlash ishlari. Olib borilmoqda. Mana yopiq. O Qorovul aka. Biz hali izlashni davom etamiz. Chog'imda lentamiz ham yetmaydi shekilli ikkalamizni. Oddiy fikr Dadaxon Yoqubov, O'zbekistonning taniqli teleboshlovchisi Quddus Azam birgalikda mana aylanib Abdulla Qodiriy nomidagi bog'damiz. Davom etamiz endi. Rahmat. Davom etamiz.